hozir bog'damiz. Bugun 21-yanvar. Qo'ndagi Matapila. Ko'rib turgan daraxtlarga biz majburmiz. Mana shu Matapila bilan daraxt kesishga, chunki sababi 1-2 yillarda daraxtlarga to'g'ri shakl berilmagan. Men dastlabki qismini boshlab beraman, keyin davom ettirib ketaman, kuzatib turasizlar. Demak, bu yerda endi shakl chiqmaydi umuman daraxtda. Biz shakl chiqaramiz, vaza qilamiz, 1 litrlik qilamiz, 5 litrlik qilamiz degan narsa yo'q. Faqat mevaga ishlaymiz bu yerda. Demak, bismillahirrohmanirrohim boshlaymiz. İşi davom ettiramiz, demak, kichkina qaytaga o'tamiz. Ya'ni hali aytganimdek shakl chiqmaydi, shuning uchun faqat traktorga xalaqit beradigan qismini bo'yicha kesib turamiz. Ya'ni o'tgan yili bog' solkashlikka tushgan, shuning uchun kerakli shoxlarni olamiz, yengil siyraklashtirib kesamiz. Shaklga sola olmaymiz, qiynagandan foydasi yo'q. Kesish xarajatlari qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun tezlashtirib kesishimiz kerak, chunki bu yoqqa ko'rsatadi. Shuncha mana shox bor bu yoqda. Shuncha shox bor, shox chiqarish ham bor. Bu yoq hammasi qo'shimcha xarajat. Shuning uchun imkon qadar harakat qilamiz, minimallashtirib faqat meva uchun ishlashga. Tezlik bu yerda muhim. Chunki tez ketmasa qolib ketamiz. Vaqtni quramiz har doim. Daraxt mana shu holatida hozir shakl chiqarib beraman. Imkon qadar kesib o'tganni yaqinroq ko'rsatasiz, hamma ko'rishing uchun, maylimi? Ichkariga qaytgan shoxni oldim. Bu qalin. Mana bu qalin, liderga raqobatchi, ya'ni skelet shoxlarga raqobatchi, buni olamiz. O'sha, ya'ni 1-3 yilda daraxtlarga shakl bermaganimiz uchun shunaqa muammolarga olib keladi. Daraxt atrofida aylanib yurib kesamiz bu yerda. Mana shoxlar traktorlarga xalaqit beradi, o'shaning uchun tezlik muhim bu bog'da. Sababi hali aytganimdek otib qolibdi bu. Kesish xarajati oshib ketmasligi kerak. Plus bog'bonga meva ham kerak. O'shaning uchun shaklga tushirib qiynagandan yaxshisi mevasini olgan yaxshi daraxtlarni. Yuqori qismini kesamiz, bo'yimiz yetganicha bu yil. Xalaqit bermaydi buni. Bu yoqda endi buni olamiz. Yengil kesish bo'lyapti hozir bu yerda. Mana buni olib qo'ysak to'g'ri bo'ladi. Faqat siyraklashtirib kesilyapti daraxtlar. Xo'p, bu yoqda endi mana bir xalaq qayishgan shoxlarni tabiiy kesamiz. Ustiga chiqib ketgan qayishgan shoxlarni. Demak, mana hozir kesishimiz deyarli tugab qoldi bu daraxtni. Bu yoqda endi buni olamiz. Xo'p, buni kesamiz. O'rtada mana xalaqit beramiz. Buni olib tashlaymiz. Qolganlari kichkina qaytida olib chiqiladi. Kichkina qaytamiz yonimizda. Davom ettiramiz jarayonni. Demak, mana bunda deyarli kesish tugadi. Endi shu holatga qarab turib biz bemalol meva yuklamasini qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Past tomondagi shoxlar bor, kerak emas, xalaqit beradi gilga tepayotgan paytda. Bu yoqda buni olib tashlaymiz.
Bitta ikkita shoximiz qoldi yengil. Shularni olsak tugaydi. Shu yerda 1 yoshli suqnovda bor ekan, buni olamiz. Bo'ldi. Xuddi mana shu usul daraxt kesiladi. Xudo xolasa sizlarni ham bog'inglar shunaqa katta arralarga muhtoj emasligini xohlasanglar, bog'larda tug'ilishlarni qilishlarni tavsiya qilamiz. Nisbatan shox ko'proq. Bittadan meva qoldirganimizda taxminan 100 ta shox bo'lsa 100 ta meva degani. Taxminiy hisob, aniqlik bo'ladigan bo'lsa yana dalshi ko'rsatamiz xudo xolasa. Ya'ni bu toza o'tin bog' bo'lgan. Endi ayrim sabablari bor, ya'ni 21-23-yildagi qattiq anomal sovuqlardan keyin daraxt kesilmagan, keyin shuni hisob yo'g'olab ketib qolgan. Muammo emas. Endi shakl emas bizga, endi bu yog'iga meva berishi muhim daraxt. Sog' bo'linglar. Oling o'shan tegidan, ha. Yo, mana bu tegdigini oling, mana bularini. Mana yotganlarni ham oling, mana bularni. Mevaga qaytarib kesib qo'yavering. Mevaga qaytarib kesavering. Mana buni ham olib tashlayvering, mana bir daraxtlarni mana hozir kuchli kesish bo'lyapti. Oling o'shani. Tegima olib tashlayvering ayri joyida, mana bu ko'zidan olib tashlayvering. Taqa o'shatiga. Ikkalasi ham ketaversin. Oling o'shatda mana shuni. Quvillab turgan. Yo, mana bu. Endi mana buni. Qayta oling. Mana bu kesing, mana bunga qaytarib. Ha, to'g'ri. Bitta o'rtadagini oling ana uni. Yo, yaxshi bunda mevali kurtaklari bor mana. Mana bu mev. Yo, bunga tegmang. Buni siyraklashtirishadi. Mana buni oling. O'rta mana buni kesamiz. Mana bu qaytarib qo'yish kerak buni. Mana shundan qaytarib kelsang, yo'lga xalaqit beradi ular. Qatta, mana shundan olasiz, mana shundan olasiz. Qolgani qaytida endi.